qadoq. Qadoqqa qana urib qaratilgan. Ko'rish kerak qadoqni. Mana karali xurmo, otsa tevasi zo'r. Mana tagi qarang. Mana oddiy bitta misol qarang. Mana qadoqda e'tiborsizligimiz mahsulotni noto'g'ri qadoqlash oqibatida ishonch yo'qolyapti. Buni magazinga olib boradida, mana uni arka pul to'laydi xaridor. Magazinga olib ketayotgan. Masalan, men xurmoni 15 ming so'mga oladi baholab. 20 ming sotmoqchi bo'lsa, tayinli mahsulot 5 ming so'mlik mahsulot chiqqandan keyin albatta ishonch yo'qoladi. Evasini qarang, odamda havas keladi mana. Bu nakleyka qo'yyapti, zo'r. Lekin tagini ham shunaqa ishlab berishimiz kerak edi. Har xil mana, bu qarang mana, tagidan chiqayotgan. Hatto O'zbekistonning mahsulotini yerga urishmas, qadoqqa qattiq qaratishimiz kerak, sifatga qattiq qaratishimiz kerak. Mana shunda oldimizga qo'ygan maqsadga erishamiz-da. Ertaga magazinda buni bir qatorni sotgandan ikkinchi qatorni ham pulga sotadi-da. Uni olib borgan do'kon egasi, xaridor. Bunga 3 yorug'lar tayida kalibrlarida. Kalibrda. Shu aldo bo'ladi-da, shu o'qlash bo'ladi. Shundan voz kechalmayapmiz-da, qiynalib qolyapti shu sohada.